Assalomu alaykum barchaga hurmatli kuzatuvchilar. Samarqand Pazarxon Kirib Ilm mahallasida mana 2015-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka mana Spark sotiladi. Faqat mana shu krilosida ozgina kraskasi bor ekan. Mana diskalarga e'tibor beraylik. Balon holatlari qor yog'masa mana shu yetadi, normal. Mana do'stlar. Holati juda ham yaxshi. Qolgan joyi hamma joyi toza. Bir kuniga 14 yurdi. 14 yurgan mana. Motor ochilmagan. Mana. Reistki ya'ni fermerning mashina. Motor ochilmagan. Tabletga balon nechtalik? 47 talik. Dokumentda muammo yo'q. Oladiganlar dehqonga ketsin. Buni yuvib tarab olib sotadigan bitta moyga qiladi akalar. Narx juda ham patologik aylanib ketadi-da. Necha aytamiz bunga? 5,5. 5,5 ming dollarda yana kelishiladi. Savdolari bor, dokumentdan problema yo'q. Avtomat korobka, chaqqon mashina. Ko'pchilik yaxshi ko'radi bu mashinani. Taqdim etamiz. Shoshilamiz hurmatli akalar. Dehqonga ketsa mashina. Mana